Bobo kalonim Fotih Sulton Mehmedxon Fotih jome masjidini qurdirar ekan, ishchilarni to'plab shunday deydi: Bu mening xayriyam, o'zimning shaxsiy boyligimdan qurdiryapman. Hech qanday ehson qabul qilinmaydi, hatto bir ko'za suv bo'lsa ham. Alloh ajrini bersin. Amin. Albatta kun issiq, ishchilar chanqagan, charchagan, hammasini tomog'i qaqrab ketgan. Bir keksa onaxon ularga ko'zada qatiq beradi. Fotih Sulton Mehmedxon tongda uyg'onib, masjidga borgan ishchilarni to'plab, kim ehsonni oldi deya so'raydi. Ishchilardan biri boshi egik holda oldinga chiqib, "Men oldim, hukmdorim" deydi. Kun juda issiq edi, tomog'im qurib ketdi. Keksa bir onaxon bir idishda qatiq berdi. "Men oldim va ichdim" deydi. Shunda hukmdor tabassum qilib, "Men buni kecha tushimda ko'rdim, bolam" dedi. Kecha tushimda ko'rdim. Savob tarozisining bir pallasida Fotih masjidi, boshqa pallasida bir ko'za qatiq teng turar edi debdi. Yo'q, qudratingdan. Inchinun Iso afandi, Allohning tarozisida miqdor muhim emas. Asosiysi ko'ngildan berish muhim.